Surunkali pankreat. Ko'p holatlarda aholi o'ziga tushganda, o'ziga asoslanib surunkali pankreatit, ya'ni xronический pankreatit tashxisi qo'yiladi. O'zi bu nima kasallik, bezi o'zi qanaqa vazifalari bor, keyin qanaqa faktorlar pankreatitni shakllanishiga olib kelishi to'g'risida gaplashamiz. Surunkali pankreatit bu o'zi oshqozon osti bezi, o'zi bez organ, kichkina organ bo'lgani bilan organizmda yuklamasi ko'p bo'lgan organ hisoblanadi. Surunkali pankreatitni faktorda shakllanishida 5 ta faktor bor. Birinchisi bu alkogol, ya'ni spirtli ichimlik. Doim spirtli ichimlik qabul qilgan odamlarda shu bezi faoliyati tezlashishiga olib kelib, ferment ko'p ishlab chiqarishga olib keladi. Oshqozon osti bezi fermentlar ko'p ishlab chiqarildimi, bu bezi o'zini o'zi yemirishiga, ya'ni apoptozga olib keladi. Yemirilish o'z-o'zidan pankreatitning birinchi belgisi hisoblanadi. Ikkinchisi chekish. Doimiy chekib yurgan odamlarda surunkali pankreatit xavfi doimiy yuqori bo'ladi. Tekshiruvga qaraganda, chekishni tashlagan odamda pankreatit xavfi chekmaydigan odamga qaraganda kuzatib borilganda juda ham kamaygan. Shuning uchun chekish nikotin moddasi oshqozon osti bezi DNKsini faoliyatini buzadi. Uchinchi faktor ovqatlanish. Oziqlanish bizada O'rta Osiyo aholisida eng asosiy faktorlardan, chunki yog'li ovqat, qovurilgan, xamir, triglitseridlarga, uglevodga boy ovqatlar juda ham ko'p iste'mol qilinadi. Shuning hisobiga oddiygina semirish ham organizmda surunkali yallig'lanishlarni ko'paytirish hisobiga surunkali pankreatit xavfini oshiradi. Keyingi faktor ojireniya, ya'ni semirish deymiz. Semirganda hamma hujayrada yallig'lanish ko'payish hisobiga oshqozon osti bezida ham yallig'lanish ko'payadi. Ya'ni yog' bezlari hamma joyga cho'kkandagi oshqozon osti beziga ham cho'kib, bezi o'zini semirish hisobiga yallig'lanish kuchayadi. Keyin ikkinchidan oshqozon osti bezimiz qonda qand miqdorini nazorat qilishini hisobga olgan holatda uglevodlar ko'p iste'mol qilsak, qonda qand miqdori nazoratini qiyinlash hisobiga pankreatit xavfi har doim oshadi. Pankreatit xavfini o'zimiz ham kamaytirishimiz mumkin. Bu birinchi faktorlar. Ovqatlanishga e'tibor qilishimiz kerak. Ya'ni uglevodga boy ovqatlarni kamaytirish, ya'ni bu degani shirin narsalarni, uglevodga boy narsani kam iste'mol qilish. Ikkinchisi yog'li ovqatlarni kamroq iste'mol qilish, lekin umuman emas. Yog'li ovqat yeyish kerak, faqat miqdorini kamaytirish kerak. Uchinchisi jismoniy faollik. Doimiy yegan ovqatingizni energiyasini sarflab borsangiz, pankreatit xavfi sizda har doim kam bo'ladi. Keyingi faktor chekish. Chekish dedik, chekishni kamaytirish yoki chekishni butunlay tashlash. Keyingisi spirtli ichimlik. Doimiy ichgan odamda ichishni kamaytirishni tavsiya qilamiz.